Agar sizning uyingizda gaz hisoblagich bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki bitta tekshiruv, bitta dalolatnoma, bitta noto'g'ri imzo yoki bitta tushunarsiz qarzdorlik tufayli odamlar millionlab so'mlik jarimaga, gazdan uzilishga, hatto sud ijrosi orqali mol mulkiga taqiq qo'yilishiga duch kelishi mumkin. Bugun men sizga gaz xodimlari tekshiruvga kelganda qanday harakat qilish kerakligini, 22 million 500 ming so'mgacha jarima yoki qayta hisob-kitob qancha paydo bo'lishini, eng muhimi kvartirangizni va oilangizni muammoga qo'ymaslik uchun nimalarni bilishingiz shartligini tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga, ijarachiga, yangi uy olganlarga, eski hisoblagich ishlatayotganlarga va men hammasini vaqtida to'layman, menga tegmaydi deb o'ylaydiganlarga ham tegishli. Chunki muammo faqat qarzdorlikda emas. Muammo ko'pincha hisoblagich plombasi tekshiruv tartibi, davlatnoma, eski qarz, bazadagi xato va iste'mol noto'g'ri hisoblanganda boshlanadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun oddiy odamlar ko'pincha bilmaydigan, lekin amalda juda kerak bo'ladigan narsalarni ochiq aytaman. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik gaz uchun oddiy tartibda to'lov qilardi. Hisoblagich ko'rsatkichi olinadi, kvitansiya keladi, odam to'laydi, masala yopiladi. Tekshiruvchilar kelganda esa ko'p odamlar eshikni ochib, mayli, ko'ringlar deb ichkariga kiritardi. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'yish ham oddiy holat edi. Gaz xodimi aytyaptimi, demak to'g'ridir degan ishonch bor edi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Hozir kommunal sohada nazorat kuchaygan. Elektron bazalar ishlayapti. Hisoblagichlar bo'yicha ma'lumotlar solishtiriladi. Plombalar, iste'mol tarixi, qarzdorlik, oldingi abonentdan qolgan majburiyatlar ko'riladi. Eng katta muammo shundaki, bitta xatolik keyinchalik juda katta summaga aylanib ketishi mumkin. Masalan, hisoblagich plombasi shikastlangan deb topilsa, hisoblagichga aralashuv bo'lgan deb yozilsa, gazdan noqonuniy foydalanilgan deb hisob qilinsa, sizga oddiy oylik to'lov emas, balki me'yor bo'yicha qayta hisob-kitob chiqarilishi mumkin. Bu esa ba'zi holatlarda 5 million, 20 million, 22 million 500 ming so'm va undan ham katta summalarga olib keladi. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Ko'p odamlar jarima deb atayotgan summa har doim ham klassik ma'nodagi jarima bo'lmasligi mumkin. Ba'zan bu qayta hisob-kitob, ba'zan zarar undirish, ba'zan iste'molni normativ bo'yicha hisoblash, ba'zan esa ma'muriy javobgarlik bilan bog'liq to'lov bo'ladi. Lekin oddiy fuqaro uchun natija bir xil. To'lanishi kerak bo'lgan katta summa chiqadi, qarzdorlik sifatida ko'rinadi. Keyin gaz uzilishi, sudga berilish, majburiy ijro, bank kartalariga cheklov, mol-mulkka taqiq kabi oqibatlar boshlanishi mumkin. Endi kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Shu masalani aniq tushuntiraman. Birinchi navbatda eski hisoblagich ishlatayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar hisoblagichingiz juda eski bo'lsa, oxirgi tekshiruv sanasini bilmaysiz, pasport yo'qolgan. Plombasi qachon qo'yilgani noma'lum. Korpusida tirnalish, yoriq, simi bo'shashgan yoki plombasida shubhali holat bo'lsa, tekshiruv paytida muammo chiqishi ehtimoli bor. Siz hisoblagichga umuman tegmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin dalolatnomada plomba buzilgan, hisoblagichga tashqi ta'sir bo'lgan, ko'rsatkich ishonchsiz degan yozuv paydo bo'lsa, keyin isbotlash sizga og'ir tushadi. Ikkinchi guruh uy sotib olganlar. Juda ko'p odamlar kvartira olayotganda faqat kadastr, oldi-sotdi shartnomasi, ipoteka ro'yxatdan o'tish kabi masalalarga qaraydi. Lekin gaz, elektr, suv bo'yicha qarzdorliklarni va hisoblagich holatini to'liq tekshirmaydi. Masalan, siz kvartirani 2024 yilda sotib oldingiz. Oldingi egasi esa 2022 yilda gaz hisoblagich plombasini buzgan yoki noqonuniy ulanish qilgan bo'lishi mumkin. Tekshiruv 2025 yilda keladi va bazada muammo ko'rinadi. Siz men u paytda bu uyda yashamaganman deysiz. Bu juda muhim dalil, lekin agar hujjatlarni to'g'ri yig'masangiz, to'lov talabnomasi sizga kelishi abonent sifatida sizning nomingizga yozilishi mumkin. Shuning uchun uy olganda kommunal tashkilotlardan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olish, hisoblagich holatini davlatnoma bilan qabul qilish ko'rsatkichlarini suratga olish shart. Uchinchi guruh ijaraga uy beradiganlar. Uy egasi ijarachi yashayapti, gazni o'zi to'laydi deb xotirjam bo'ladi. Lekin abonent hisob varag'i ko'pincha uy egasi nomida qoladi. Ijarachi to'lamasa, hisoblagichga aralashsa, plombani buzsa, gazdan noto'g'ri foydalansa, muammo oxirida uy egasiga keladi.
Keyin uy egasi ijarachini topolmaydi, telefonni o'chirib qo'ygan bo'ladi. Shartnoma esa rasmiy tuzilmagan bo'ladi. Natijada 3 millionlik qarz 15 millionlik nizoga aylanadi. Men har doim aytaman. Ijaraga berayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Kommunal to'lovlar kim tomonidan va qaysi sanagacha to'lanishini yozing. Hisoblagich ko'rsatkichlarini topshirish qabul qilish dalolatnomasiga kiriting. Har oy kvitansiyalarni saqlang. 4-guruh ko'p yillardan beri to'lovni naqd yoki boshqa odam orqali qilganlar. Ba'zilar mahalla ichida falonchi olib borib to'lab beradi deb pul beradi. Yoki eski davrda kvitansiya yo'qolgan, bazaga tushmagan, hisobga olinmagan to'lovlar bo'ladi. Keyin abonent men to'laganman deydi, lekin isbot uchun chek yo'q. Bugungi tizimda og'zaki gap kuchsiz. Bank ilova cheki, terminal cheki, kvitansiya, shaxsiy kabinetdagi tarix SMS tasdiq tashkilot bergan ma'lumotnoma kerak. Endi bir nechta hayotiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Fuqaro har oy gaz uchun o'rtacha 80 ming so'm to'lab kelgan. Tekshiruvchilar kelib hisoblagich plombasi bo'sh ekanini aytadi. Fuqaro men tegmaganman, bolalar tegmagandir, eski bo'lsa kerak deydi. Dalolatnoma tuziladi. U o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin unga bir necha yil uchun me'yor bo'yicha qayta hisob kitob chiqariladi. Avvaliga 20 million deb o'ylagan masala 18 million so'mga chiqadi. Nega? Chunki tashkilot hisoblagich ishonchsiz bo'lgan davrda iste'mol aniq o'lchanmagan deb hisoblaydi. Bunday vaziyatda odamning eng katta xatosi dalolatnomaga izoh yozmasdan imzo qo'yganidir. Agar rozi bo'lmasa, imzo yoniga dalolatnoma mazmuniga qo'shilmayman, plomba buzilishiga aloqam yo'q, ekspertiza talab qilaman deb yozish kerak edi. Ikkinchi misol, oila yangi kvartira sotib oladi. Oldingi egasi hammasi toza deydi. Notariusda bitim bo'ladi, pul beriladi, ko'chib kirishadi. Oradan 3 oy o'tib gaz xizmati keladi va eski davr uchun qarzdorlik borligini aytadi. Yangi egalar hayron qoladi. Bunday holatda oldi-sotdi shartnomasi sanasi, kadastr hujjati, ro'yxatdan o'tgan sana, hisoblagichning bitim kunidagi ko'rsatkichi, kommunal tashkilotga yozilgan ariza juda muhim bo'ladi. Agar siz uy olgan kuni hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib, sotuvchi bilan dalolatnoma qilgan bo'lsangiz, keyin bu davrgacha bo'lgan majburiyat menga tegishli emas deb ancha kuchli turasiz. 3-misol, gaz xodimi keladi va hisoblagichni yechib ketamiz, tekshiruv bo'ladi deydi. Uy egasi shoshilib rozi bo'ladi. Hisoblagich yechiladi, lekin dalolatnomada ko'rsatkich, plomba raqami, hisoblagich holati yechilgan vaqt kimlar ishtirok etgani aniq yozilmaydi. Keyin hisoblagichda nosozlik topilgan deb xabar beriladi. Fuqaro mening oldimda bunday emas edi deydi, lekin isbot qila olmaydi. Shuning uchun hisoblagich yechilayotgan paytda suratga olish, video qilish, plombalar raqamini yozdirish, ko'rsatkichni dalolatnomaga kiritish, dalolatnoma nusxasini olish juda muhim. Kimlar xotirjamroq bo'lishi mumkin? Agar hisoblagichingizning pasporti bor, plombalari butun, so'nggi tekshiruv muddati o'tmagan, to'lovlar bank orqali qilinadi. Cheklaringiz bor. Abonent ma'lumotlari sizning nomingizga to'g'ri rasmiylashtirilgan, qarzdorlik yo'q. Uy sotib olinganda kommunal dalolatnoma qilingan bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin baribir tekshiruv paytida ehtiyotkor bo'lish kerak. Chunki xotirjamlik hujjat bilan himoyalanganda haqiqiy xotirjamlik bo'ladi. Birinchi nozik masala tekshiruvchini uyga kiritish. Gaz xavfsizligi va hisoblagichni tekshirish bo'yicha vakolatli xodimlar kelishi mumkin. Lekin siz har qanday odamni gazdanman degani uchun ichkariga kiritishingiz shart emas. Avval xizmat guvohnomasini so'rang. Qaysi tashkilotdan kelganini, topshiriq yoki tekshiruv asosida familiyasi va lavozimini aniqlang. Agar shubha bo'lsa, tashkilotning rasmiy telefoniga qo'ng'iroq qiling. Ayniqsa, kechki payt yoki dam olish kuni kelishsa, ehtiyot bo'ling. Bu qo'pollik emas, bu sizning xavfsizligingiz. Ikkinchi nozik masala, dalolatnoma. Dalolatnoma oddiy qog'oz emas, keyinchalik sizga qarshi yoki sizni himoya qiladigan asosiy hujjat bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech qachon bo'sh joyi bor, tushunarsiz. Noto'liq siz o'qimagan dalolatnomaga imzo qo'ymang. Agar dalolatnomada abonent e'tirozi yo'q deb yozilgan bo'lsa, lekin siz rozi bo'lmasangiz, bu yozuvni tuzatishni talab qiling yoki o'z izohingizni yozing. Mazkur holatga rozi emasman. Hisoblagichga aralashmaganman. Plomba holati bo'yicha mustaqil ekspertiza so'rayman. Dalolatnoma nusxasi berildi yoki dalolatnoma nusxasi berilmadi kabi yozuvlar keyin juda muhim bo'ladi. 3-nozik masala imzo qo'ymaslik.
Ba'zi odamlar umuman imzo qo'ymayman. Shunda hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Agar siz imzo qo'ymasangiz, xodimlar abonent imzo qo'yishdan bosh tortdi deb yozib, guvohlar bilan rasmiylashtirishi mumkin. Shuning uchun ko'pincha eng to'g'ri yo'l dalolatnomani o'qish. Rozi bo'lmagan joyingizni yozish, nusxasini olish, keyin imzo qo'yish. Imzo bu har doim rozilik degani emas. Agar yonda e'tirozingiz aniq yozilgan bo'lsa, lekin e'tirozsiz imzo qo'yish keyin sizni qiyin holatga soladi. 4-chi nozik masala hisoblagichning metrologik tekshiruv muddati. Har bir hisoblagichning belgilangan tekshiruv davri bo'ladi. Agar bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, tashkilot hisoblagich ko'rsatkichiga shubha bilan qarashi mumkin. Ba'zan abonent buni bilmaydi. Menga hech kim aytmadi deydi. Lekin amaliyotda bu mas'uliyatni ham kuzatish kerak. Siz hisoblagich pasportini toping, oxirgi tekshiruv sanasini biling. Keyingi tekshiruv muddati qachonligini yozib qo'ying. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, gaz ta'minoti tashkilotiga yoki vakolatli metrologiya xizmatiga murojaat qiling. 5-chi nozik masala plombaning o'zi. Plomba kichkina ko'rinadi, lekin katta masala qiladi. Uni hech qachon o'zingiz yechmang. Oshxona remonti qilinyaptimi? Gaz plitasi joyi o'zgaradimi, quvur siljiydimi? Hisoblagichni davordan olish kerakmi? Albatta rasmiy ariza bilan murojaat qiling. Usta biladi, qo'shnim shunday qilgan, keyin chaqiramiz degan yondashuv juda xavfli. Chunki keyin xodim kelib plombaning buzilganini ko'rsa, sizning niyatingiz yaxshi bo'lganini emas, hujjatda ko'ringan holatni baholaydi. 6-chi nozik masala noqonuniy ulanish. Ayrimlar gaz bosimi past bo'lgani uchun yoki istash mavsumida qo'shimcha qurilma ulash uchun ustani chaqiradi. Usta esa ruxsatsiz quvurga ulab beradi. Bu juda xavfli. Bu nafaqat moliyaviy masala, balki hayot xavfsizligi masalasi. Gaz sizib chiqishi, portlash, zaharlanish, yong'in bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ruxsatsiz ulangan qurilma aniqlansa katta qayta hisob-kitob, jarima va gaz ta'minotidan uzish xavfi bor. 7-chi nozik masala. Qarzdorlik tufayli sud ijrosi. Ko'pchilik qarz gazniki bo'lsa, kvartirani qanday yo'qotish mumkin deb so'raydi. Tushuntiraman. Agar katta summa bo'yicha nizo sudga chiqsa, sud qaror chiqarsa, qaror majburiy ijroga yuborilsa, ijrochi sizning bank hisoblaringizga, avtomobilingizga, boshqa mol-mulkingizga taqiq qo'yishi mumkin. Ba'zi og'ir holatlarda qarzdorlikni undirish uchun mol-mulkni realizatsiya qilish masalasi ham paydo bo'ladi. Yagona yashash joyi bo'yicha alohida huquqiy cheklovlar va himoyalar bo'lishi mumkin, lekin bu hech qachon xavf yo'q degani emas. Eng yomoni, odam bu bosqichga kelguncha hech narsa qilmaydi. Talabnoma keladi, e'tiroz yozmaydi. Sud xabar bermagan, xabari keladi, bormaydi, qaror chiqadi, shikoyat qilmaydi, ijro boshlanadi, keyin vahima qiladi. Men bunday bo'lmasligi uchun boshdan hujjat bilan ishlash kerakligini aytyapman. 8-chi nozik masala. Men to'lab qo'yaman. Keyin bahslashaman degan fikr. Ba'zan odam gaz uzilib qolmasin deb katta summani to'lab yuboradi. Keyin qaytarib olishga harakat qiladi. Bu mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin amalda ancha qiyin. Agar siz summaga rozi bo'lmasangiz, avval yozma e'tiroz, hisob-kitob asosini talab qilish, dalolatnoma nusxasi, ekspertiza natijasi, qarzdorlik davri, qo'llangan tarif va me'yorlarni so'rash kerak. To'lov qilishdan oldin huquqiy pozitsiyani tushunish juda muhim. Endi eng kerakli qism, gaz xodimlari tekshiruvga kelganda siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsini aniqlang. Eshikni ochganingizdan keyin xodimdan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Familiyasi, ismi, lavozimi, tashkilot nomini yozib oling. Agar ular hisoblagichni yechmoqchi, plombani ko'rmoqchi yoki dalolatnoma tuzmoqchi bo'lsa, tekshiruv asosini so'rang. Bu oddiy savol. Qaysi asosga ko'ra tekshiruv o'tkazyapsiz deb so'rashga haqlisiz. Ikkinchi qadam, jarayonni hujjatlashtiring. Hisoblagichning umumiy ko'rinishini, ko'rsatkichini, plomba raqamini, quvur ulanishlarini suratga oling. Video ham qiling, lekin odob bilan qiling. Men keyinchalik tushunmovchilik bo'lmasligi uchun jarayonni qayd qilyapman deb ayting. Bu ko'pincha xodimlarni ham tartibli ishlashga undaydi. 3-qadam, dalolatnomani diqqat bilan o'qing. Har bir satrni ko'ring. Hisoblagich raqami to'g'rimi? Ko'rsatkich to'g'rimi? Plomba raqami to'g'rimi? Sana va vaqt yozilganmi? Xonadon manzili to'g'rimi? Sizning familiyangiz to'g'ri yozilganmi? Aniqlangan holat aniq tasvirlanganmi yoki umumiy mavhum gaplar yozilganmi? Masalan, plomba buzilgan deyilgan bo'lsa, aynan qanday buzilgan?
uzilganmi, ezilganmi, raqami mos kelmayaptimi, simi almashtirilganmi? Shuni yozdiring. 4-qadam, rozi bo'lmasangiz, e'tiroz yozing. Og'zaki men rozi emasman, yetarli emas. Dalolatnomaga o'z qo'lingiz bilan yozing. Dalolatnoma mazmuniga qo'shilmayman. Mustaqil ekspertiza o'tkazilishini so'rayman. Dalolatnoma nusxasini oldim. Agar nusxa berishmasa, dalolatnoma nusxasi menga berilmadi deb yozing. Bu yozuv oddiy ko'rinsa ham, keyinchalik juda katta ahamiyatga ega. 5-qadam, hujjat nusxalarini oling. Dalolatnoma nusxasi, hisob-kitob varaqasi, qarzdorlik ma'lumotnomasi, tekshiruv natijasi, ekspertiza xulosasi talabnoma bo'lsa, hammasining nusxasini so'rang, keyin kelib olasiz deyishsa, qaysi sanada, qaysi manzilda, kimdan olishingizni yozib oling. Yaxshisi ariza bilan rasmiy so'rang. 6-qadam, yozma ariza bering. Agar sizga katta summa chiqarilgan bo'lsa, gaz ta'minot tashkilotiga yozma ariza kiriting. Arizada shunday mazmun bo'lsin: bega bermagan, menga nisbatan hisoblangan qarzdorlik yoki qayta hisob-kitob asosida tushuntirib berishingizni, dalolatnoma nusxasini, hisob-kitob formulasi va davrini, qo'llangan tariflarni, ekspertiza xulosasini taqdim etishingizni so'rayman. Hisoblangan summaga e'tirozim bor. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini tashkilotga topshiring. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana kirim raqami, mas'ul xodim imzosini oldiring. Agar elektron murojaat imkoniyati bo'lsa, undan ham foydalaning va javobni saqlang. 7-qadam, to'lov tarixini yig'ing. Bank ilovalari, terminal cheklari, eski kvitansiyalar. Shaxsiy kabinetdan skrinshotlar, SMS xabarlar, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotnomalar, hammasini bitta papkaga joylang. Uy sotib olgan bo'lsangiz, oldi sotdi shartnomasi, topshirish qabul qilish dalolatnomasi, kadastr hujjati, ro'yxatdan o'tgan sana, hisoblagich ko'rsatkich tushgan suratlar kerak bo'ladi. Ijaraga bergan bo'lsangiz, ijara shartnomasi va ijarachi bilan yozishmalar ham foyda beradi. 8-qadam. Ekspertiza masalasini ko'taring. Agar muammo hisoblagich buzilgan, plomba shikastlangan yoki ko'rsatkich noto'g'ri ishlagan degan da'voga borib taqalsa, mustaqil yoki vakolatli ekspertiza talab qiling. Hisoblagich yechilgan bo'lsa, qadoqlash, muhrlash, topshirish jarayoni qayd etilgan bo'lishi kerak. Aks holda keyin hisoblagich tekshiruvgacha qanday holatda edi degan savol tug'iladi. 9-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Talabnoma keldi. Unga javob bering. Suddan xat keldi, e'tiborsiz qoldirmang. Sud majlisi bo'lsa, boring yoki vakil yuboring. Qaror chiqsa, shikoyat muddati borligini unutmang. Majburiy ijro boshlansa, ijrochi bilan yozma tartibda muloqot qiling. Qarzdorlikka e'tirozingiz bo'lsa, hujjatlar bilan ko'rsating. Eng katta xato o'zi hal bo'lib ketadi deb kutish. 10-qadam, profilaktika qiling. Har oy bir marta hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. To'lovni bank orqali qiling. Cheklarni telefoningizda alohida papkada saqlang. Hisoblagich atrofida remont bo'lsa, oldindan gaz tashkilotiga murojaat qiling. Plomba, quvur. Hisoblagichga hech kimning ruxsatsiz tegishiga yo'l qo'ymang. Uy olsangiz yoki ijaraga bersangiz, gaz hisoblagichini alohida dalolatnoma bilan topshiring. Bu ishlar 5 daqiqa vaqt oladi. Lekin keyin millionlab so'mlik muammoni oldini oladi. Yana bir muhim maslahat: gaz xodimlari bilan tortishmang, lekin huquqingizni ham qo'ldan bermang. Baqirish, haqorat qilish, eshikni yopib olish masalani yengillashtirmaydi. Siz tinch, aniq va hujjat asosida gapiring. Iltimos, buni dalolatnomaga kiriting. Menga nusxa bering. Men bu holatga rozi emasman. Hisob-kitob asosini yozma bering. Ekspertiza talab qilaman degan jumlalar sizni himoya qiladi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Gaz hisoblagichi bilan bog'liq tekshiruv oddiy rasmiyatchilik emas. Plomba, dalolatnoma, eski qarz, hisoblagich muddati, uy sotib olishdagi kommunal tekshiruv, ijarachi mas'uliyati, bularning har biri keyinchalik katta summaga, gazdan uzilishga yoki sud ijrosiga olib kelishi mumkin. 22.500 ming so'm kabi raqamlar odamni qo'rqitadi. Lekin ko'pincha muammoning ildizi bitta joyda bo'ladi. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'yish, dalil saqlamaslik, vaqtida e'tiroz bildirmaslik. Mening tavsiyam oddiy: hisoblagichingizni tekshiring, plombani suratga oling. To'lov cheklarini saqlang. Uy oldi sotisida kommunal qarzdorlikni albatta tekshiring. Tekshiruv paytida dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang va har qanday nizo bo'lsa, faqat yozma murojaat bilan ishlang. Shunda siz o'zingizni ham, oilangizni ham, kvartirangizni ham keraksiz xavfdan ancha yaxshi himoya qilasiz.
Sizda shunday holat bo'lganmi? Gaz tekshiruvchilar kelganda qanday muammoga duch kelgansiz? Izohlarda albatta yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon uchun kerak.